Assalomu alaykum. Mana hozir aqliy iqtidorli telefonimizni kompyuterimizga mikrofon sifatida ishlatishni so'rayapman. Birinchi qism darsda kompyuter orqali so'zlab o'tgandim, hamda telefon orqali ozroq tanishtirib o'tay. Oldi bilan telefonimizga bu Vomit degan tilni qo'shtiramiz. Mana yana Wi-Fi orqali telefonimizni kompyuterga mikrofon sifatida ishlatishni so'rayapti mana. Shunga diqqat qiling. Mana. Buni ochdim. Buni ochgandan keyin mana bu yerda telefoningiz Wi-Fi orqali kompyuterga ulandi degan nima chiqadi. Bu tanishga kirsak mana. Mana bu yerda USB, Bluetooth, Wi-Fi Direct, Wi-Fi deb bir qancha tillash bor. Sizga qaysi qulay bo'lsa shuni ishlatsangiz bo'ldi. Menga shu Wi-Fi qulay bo'lganligi uchun men Wi-Fi ni ishlatdim. Mana şu holatda bu telefonimizdeki IP adresi qaraymiz. IP adresi, mening telefonimning IP adresi 192.168.1.11. Men bu qo'zg'atishni, ya'ni qo'yish knappasini bosib o'taman. Buni bosib o'tgandan keyin endi telefon kompyuterga o'tamiz. Mana kompyuterniki bunu tanlashimiz. Bunu tanlashgandan keyin mana bu ulash degan xatni bossak mana. Men telefonimning IP adresi bilan kompyuter bu yoqqa kirgizgan IP adres o'xshash. Bu ulashni bossak ulanda hozir. Men hozir bu telefonimda video olayotganligim uchun kompyuter ishlatilmaydi. Shuning uchun hozir ulashmayapti-da.